Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Nevrologiya akademiyasi lektor doktor Serdar. Klinik neyroradiologiya kursi 3-dars ishemik insult haqida gaplashamiz bu videoda. Umuman biz insultga shubha qildik va bemor больницаga kelgandan keyin qanday qadamlar ketma-ketiga amalga oshirilishi kerak. Birinchi navbatda albatta kompyuter tomografiya qilamiz. Keyin angiografiya, keyin hojat qolsa MRT tekshiruvini o'tkazishimiz mumkin. E'tibor berishimiz kerak, ushbu holat hammasi 1 soatdan oshmasligi kerak. Hammasi 1 soat ichida o'tkazilishi shart. Biz nima uchun kompyuter tomografiya qilishimiz kerak? Masalan, aytishimiz mumkin, ishemik va gemorragik insultni klinikasiga qarab farqlashimiz mumkin deb. Masalan, qachon boshlanganini yoki ong saqlangan, saqlanmaganligi, bosh og'riq bor yo'qligi, qayd qilgan, qilmagan, shunga o'xshash holatlarga qarab qilish mumkin, lekin kompyuter tomografiya o'tkazish insultga shubha qilganda bu majburiy holat hisoblanadi. Chunki biz gemorragik insultni inkor etishimiz kerak. Ma'lumki, kompyuter tomografiya to'qimalarning zichishiga qarab bir-biridan farqlaydi. Ya'ni bu qonga nisbatan o'ta sezgir hisoblanadi, ya'ni gemorragik insultga o'ta sezgir. Shuning uchun ham bu diagnostika oltin standart hisoblanadi. Mayli, bizlar kompyuter tomografiya qildik va gemorragik insult aniqlanmadi. Qanday insultning erta belgilari rivojlanadi, ya'ni kompyuter tomografiyada eng birinchi rivojlanadigan belgisi, ya'ni bu 3 soatgacha bo'lgan oralig'da rivojlanadi. Giperdens o'rta serebral arteriya, ya'ni o'rta miya arteriyasi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'qish hosila. Ikkinchi tomonda bu narsa yo'q, ya'ni tromb hosil bo'lganini bildiradi. Bu dastlabki 3 soat davomida rivojlanadi. Bu faqat nimaga tegishli emas, ya'ni o'rta miya arteriyasiga emas, boshqa yirik arteriyalarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Baziliar arteriyadagi giperdens o'choq. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni pons, ya'ni ko'prikdagi gipodens o'choqni ham ko'rishimiz mumkin. E'tibor berishimiz kerak, qachon biz buni ishemik insultning erta belgisi deb aytamiz. Qachonki faqat bir tomonda bo'lsa, ya'ni asimetrik bo'lgan holatdagina biz buni ishemik insultning erta radiologik belgisi deb aytishimiz mumkin. Agar ikkala tomonda bo'lganda biz buni aytmas edik. Chunki agar ikkala tomonda bo'lsa, bu yuqori ehtimol bilan ateroskleroz hisoblanadi. Asimetriya bo'lsa 90% ehtimol bilan bu ishemik insultning erta belgisi. Endi dastlabki 12 soatgacha bo'lgan oralig'da rivojlanadigan erta klinik belgilarni ko'rib chiqamiz. Birinchi e'tibor beraylik egatlarga. Masalan, o'rtasini 2 ga bo'lsak, ya'ni bemorda chap tomon, bizdan o'ng tomonda qarasak, bu yerda egatlar va likvirni ko'rishimiz mumkin. Lekin o'ng tomonga qarasak, ya'ni rasmdagi chap tomondagi qarasak, bu yerda egatlar silliqlashgan. Bu ham birinchi klinik belgi hisoblanadi, ya'ni klinik emas, radiologik belgi. Ikkinchi yana bitta belgisi bu, e'tibor berishimiz kerak, o'ng tomonda, ya'ni chiziqdan o'ng tomonda kulrang modda va oq moddani bir-biridan farqlashimiz mumkin. Lekin bu tomonda bu aralashib ketgan. Bu ikkinchi klinik, ya'ni radiologik belgi hisoblanadi. Uchinchisiga e'tibor bersak, uchinchisi nima? Uchinchisi bu yerda nisbatan bazal gangliyalarni farqlashimiz mumkin. Lekin buning rasmdan chap tomonga qarasak, bu aralashib ketgan ko'rishimiz mumkin, ya'ni qo'shilib ketadi. Xuddi bazal gangliya erib ketgandek ko'rinadi. Bu uchinchi belgisi. Yuqoridagi 4 ta belgi, ya'ni giperdens va ya'ni o'rta miya arteriyasi, keyin bu yerda sanagan 3 chala belgi, общий 4 ta radiologik belgi, bu ishemik insultning kompyuter tomografiyadagi erta belgisi hisoblanadi. Biz qachon MRT qilamiz?
MRT qilamiz qachonki yuqorida aytdik 12 soat oralig'ida rivojlanadi dedik, lekin bemor insult klinik belgilari bor, lekin kompyuter tomografiyada toza chiqyapti. Bunday holatda biz MRT qilishimiz kerak. MRT qilamiz. Endi MRT ni qaysi rejimda tekshiramiz? Bu yerga e'tibor bersak, bu DVI rejimi. Lekin DVI rejimini bizda tasdiqlash kerak. Albatta ADC rejimi, ya'ni DVI rejimida ko'rinadi. Giperintensiv ko'rinadi, ya'ni oq holatda ko'rinadi. ADC rejimida esa o'choq bizga ko'rinadi. Ya'ni gipointensiv qora holatda ko'rinadi. Bu bizda rivojlanadi, ya'ni 15 minutdan 30 minutdan keyin biz bu rejim orqali ishemik insultni diagnostika qilishimiz mumkin. E'tibor berishimiz kerak, DVI rejimida giperintensiv, ADC da gipointensiv ko'rinishi kerak. Agar ikkalasi ham bir xil giperintensiv bo'lsa, bu eski o'choqni bildirishi mumkin. Keyingisi, endi insult boshlangan vaqtni qanday aniqlaymiz? Bu nima uchun kerak bizga? Chunki reperfuzion terapiyaning prognozi shunga bog'liq. Agar biz reperfuzion terapiya, tromboliziya yoki tromboretraksiya 4,5 soatgacha o'tkazsak, ya'ni prognoz yuqori, ya'ni yaxshi bo'ladi. Undan oshib ketsa, prognoz kamayib boradi. Ya'ni 4,5 soatdan oldinmi yoki keyinmi, shuni bilishimiz uchun biz solishtiramiz DVI rejimi va flare rejimini bir-biri bilan solishtirib ko'ramiz. Ikkalasi ham bitta bemorniki. Bu yerda giperintensiv, bu yerda flare'da hali hosil bo'lmagan achaq. Ya'ni bu bemorga 4,5 soatdan kam bo'lgan. Ya'ni bemor uyqudan turyapti, insult belgilari mavjud va больницаga kelganda MRT qilib shu rejimni bir-biridan farqlab ko'ramiz. Ya'ni biz reperfuzion terapiya o'tkazamizmi yoki yo'qmi degan savolga javob berish uchun. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Barchaga rahmat.